Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, bugun Masjid Buxoriyga, masjidimizga O'zbekistondan hurmatli domlamiz, Yahyo xo'ja domlamiz kelganlar. Inshaalloh bugun bizga ma'ruza qilib, xutbalarni o'qib, juma namozini o'qib beradilar inshaalloh taala. Ilmlardan bahramand bo'lib qolamiz, faqat qilib eshitib o'tiramiz. Alloh rozi bo'lsin. Alhamdulillahi robbil alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محترم عزيز yurtdoshlar, hurmatli otaxonlar, aziz aka-ukalar, qadrli bolajonlar, Alloh subhanahu va taologa cheksiz hamd va sanolar bo'lsin. Sayyidul ayyom va hajjul masokin bo'lmish juma kunida O'zbekistonimizga nisbatan bir okean orti deb nomlanmish uzoq yurtda mana bunday bir Allohning baytlaridan birida juma namozini birga ado etishlikka Alloh bizni musharraf etdi. Allohga hamdlar bo'lsin. Alloh qabul aylagan bo'lsin. Allohning dinini mana shunday uzoq o'lkalarga yetib borib, bu joylarda masjidlar barpo bo'lishligi islomning ulug'ligini bir nishonasidir. Bizni yurtimiz O'zbekistonimizdan, O'rta Osiyodan ko'p ulamolar chiqib, dunyoni ilm va ma'rifat bilan hayratlantirgani kabi, hozirgi zamonda ham yurtdoshlarimiz dunyoni chekka-chekkalariga, Yaponiyaga, Koreyaga, Amerika Qo'shma Shtatlariga nafaqay ro'zg'or deb, talabi ilm deb kelib, shu joylarda birlashib, musulmonligini izhor qilib, mana bunday masjidlarni barpo qilganlarini ko'rib hayratda qolyapmiz. O'sha ajdodlarni avlodlari nav'an ma, ya'ni o'zlariga yarasha qilib dinimizni rivojlantirishga hissa qo'shyapti. Alloh subhanahu va taolodan umid qilamizki, shu joylarda ishlab yurib, o'qib yurib kelgan yurtdoshlarimizni hammalarini Alloh taolo panohida asragan bo'lsin. Biz doim masjidlarimizda duolarning so'ngida musofir yurtlarda yurgan birodarlarimiz deb masjidlarimizda duo qilardik. Shularni kelib alhamdulillah amin bo'ldikki, bu odamlar hammalari o'zlariga tinch, farzandlari balki bizi yurtimizdagi odamlarni farzanddan ko'ra odobliroq, masjidlarga qatnovchiroq ekanligini ko'rib qalbimiz xotirjam bo'ldi. Janob payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning zamonlarida sahobiy kiromlar Madina-i Munawvaraga Makkadan ko'chib kelishdi. Makkada zamonida 13 yil payg'ambarimiz bilan sahobiylarda adadi nihoyatda kam edi. Madina-i Munawvara ko'chib kelganlaridan so'ng ular u joylarda masjid barpo qilib dunyoga madaniyatni yoyishdi. Bu joyga kelgan Amerika Qo'shma Shtatlariga xosatan kelgan yurtdoshlarimizni ko'rib, bu odamlar ham hammalari dinimizni vakili, millatimizni vakili kelib bu joylarda hammaga ibrat va namuna bo'lib, hamma sohalarda iqtidorlarini ko'rsatib, ajdodlarini, merosini keyingi avlodlarga qoldirish uchun inshaalloh harakat qilishadi. Chunki zuvolasi, bizi xalqimiz bir gap bor. Zuvolasi toza deydi. Ana shu zuvolani avlodlari kelib, inshaalloh mana doktorlarning ichida, boshqa hunar egalarining ichida hamma sohada inshaalloh bizi xalqimiz kelib yetuk bo'lishyapti. Shu bilan birgalikda nafaqat shaxsiy manfaatni o'ylab, balki yurtimizni ham obod bo'lishiga katta hissalarni qo'shyapti. Azizlar, men imom domla bilan mavzuda nima haqida gaplashay desam, domla sizga biz biron bir mavzuni aytmaymiz dedilar. Shunday bo'lsa ham mana shu sizlarning oralaringdagi ko'rgan bolajonlarni ko'rib, yigitlarni ko'rib,
inshaalloh mana shu umidimiz shulardan. Kelajak har bir otani qalbidagi orzusi shu bolam mendan ko'ra yaxshiroq bo'lsin deydi. Shu bolalarim yaxshi bo'lsin deb uzoq yurtlarga keldim. Mashaqqatlarni tahammül qildim deydi. Endi bu joyga kelgandan so'ng shu qo'limizdagi kelgan ana shu bolajonlarimizni, tug'ilgan farzandlarimiz, qizaloqlarimizni bizdan ko'ra baxtli hayoti uchun kurashar ekanmiz, harakat qilar ekanmiz. O'zimizga bir maqsad qo'yishimiz kerak. Muhammad Rotib Nabulsi degan bir zot borlar, Damashqda olimlaridan. Shu kishining suhbatlarida birida bo'lganimizda aytgandilarki, bir inson o'ziga yurtga borib, nafaqai ro'zg'or deb ishlasa izn beriladi shariatda. Ammo agar u avlodlarini iymonsiz bo'lib qolishidan qo'rqsa, ketsin degandilar. Ammo avlodlarini iymonli bo'lishiga amin bo'lsa, joy qilaversin o'sha joylarda deganlar. Men ko'rib kecha New Yorkda bo'ldim. Mana bugun Filadelfiyada bu jamoatda ko'rib, odamlar bilan gaplashib, ko'zimiz quvonyaptiki, bu farzandlar bu joylarda masjidga kelib, Qur'on o'qishyapti, dinni o'rganishyapti. Inshaalloh bular hammasi omonda ekan. Ammo shayton alayhi la'na insonni shunday sinaydiki, insonni qo'lida puli bo'lmasa, hunari bo'lmasa, odam nihoyatda kamtar bo'lib yurar ekan. Ammo qo'liga pul kelib tushib qolgandan keyin, quvvat kelgandan keyin u odamni o'zgarishlar bo'lar ekan. Shayx Sa'di rahmatulloh alayhi bir gaplari borki, umidi behtari matalau zi davlatmandi nav sohib piyoda chun shavat farzin barohi kajravi gardat dedilar. Birdaniga boyib ketgan odamdan yaxshilik umid qilmang dedilar. Ha, endi bu masjidga yordam qilsa kerak. Endi ota-onasiga yordam qilsa kerak. Endi mana u yaxshi ishlarni qilsa kerak deb umid qilmang dedilar. Nima uchun desalar, shaxmat o'yinini bilasizmi dedilar. Shaxmatda piyoda bor, farzin bor, ha? Piyoda chun shavat farzin, piyoda farzinga aylangandan so'ng barohi kajravi gardat, qiyshiq yurishni boshlaydi dedilar. Bu birdaniga boyib qolgan odamniki, mashaqqat bilan boyiganniki emas bu. Bu joyga kelgan odamlar albatta ko'p mashaqqatlarni tahammül qilib kelishgan. Inshaalloh farzandlaringizni hammalaringga iltimosimizki, kelajakda ko'zni quvonchi bo'lishligi uchun bularni o'qishiga, dini diyonatiga pul topishdan ko'ra ko'proq ahamiyat berilsa, yutuq shunda Xudo xolasa. Xudoy taolo Qur'oni Karimda Ibrohim alayhisalom tillaridan duoni o'rgatdi. Astaizu billah robbana hab lana min azwajina va zurriyatina qurrata a'yun dedi. Duo qilishni o'rgatib Alloh taolo, Parvardigor, bizni jufti halollarimizni, farzandlarimizni ko'zimizga quvonch ko'z yoshi qilgin dedi. Olimlar bir narsani kashf qilishdiki, insonni xursand bo'lganda ko'zdan chiqadigan yoshi sovuq bo'lar ekan. Xafa bo'lganda chiqadigan ko'z yoshi issiq bo'lar ekan. Odam farzandlarini masjidga kelsa, masjidda o'g'li oldin kelib turganligini ko'rsa, qizlarini namozxonligini, masturaligini ko'rsa, jufti halolini itoatligini ko'rganda Xudoga hamd aytib, ichidan bir yig'i kelib, Parvardigor bu bola chaqamni ko'zimni quvonchi qilsan deb ko'zdan chiqadigan yosh sovuq yosh bo'lar ekan. Qur'oni Karimdagi qurrata a'yun lafzini arabiy kalimasi sovuq degan aslida. Harra degani issiq, qarra degani sovuq arab tilida. Qurrata a'yun degani ko'zimizni sovuq yoshi qilgin deb tarjima qilinadi. Ya'ni sovuq ko'z yosh quvonch ko'z yoshi bo'lar ekan.
umid qilamizki, har birlaringni ham farzandlaringiz mana shunday ko'zlaringizga quvonch bo'ladigan darajada, sovuq ko'z yoshi bo'ladigan darajada xursandchilikka sabab bo'lgan bo'lsin. Chunki insonni xursandchiligi davomiy bo'lishligi avlodini iymoni bilan, e'tiqodi bilan o'lchanar ekan. Alloh subhanahu va taolo bu joylarga kelib, nafaqa ro'zg'or qilib, ilmu hunar qilib, mana talabalik bo'lib kelganlari bor, ish oqtirib kelganlari bor. Lekin shunday bo'lsa ham Alloh taolo sizlarga yaxshi boyliklar ato qilgan bo'lsa, shuni o'z o'rnida sarflashlikka Alloh tavfiq bergan bo'lsin. Bu mol va dunyoni shunday o'ylash kerakki, inson bu mol va dunyo hunarim bilan topdim demaslik kerak odam. Aqlim zo'rda mani, yo green card yutib oldimda, falonim borda, omadlimanda demaslik lozim. Bu mol va dunyo shunday insonga sinov ekanki, Hazrati Jaloliddin Rumiy rahmatulloh alayh zamonlarida ilm nihoyatda yuqori bo'lganligi uchun odamlarga gaplarni zarbul masal bilan aytishar ekan. Zarbul masal hayvonlarning tilidan gapirilar ekan. Masnaviy, ma'naviy kitoblarda aytadilarki, sher, bo'ri, tulki uchalasi ovga chiqdi dedilar. Ovga chiqib bir ohuni, bir yovvoyi eshakni, ya'ni zebrani va bir tustovuqni ovlashdi. Shunda sher aytdiki bo'riga, mana bu tutgan ovimizni taqsimlagin, ammo adolat bilan taqsim qilgin dedi. Shunda bo'ri aytdi, mana bu yovvoyi eshak o'zlariga, sher hazratlari, bu ohu kamina qulingizga, mana bu tustovuq esa tulkivoyga dedi. Shu zamon bir panja urib bo'ynini uzib bo'rini o'ldirib qo'ydi. Tulkiga aytdi, mana bu o'rtadagi olgan ovimizni taqsim qilgin, adil bilan taqsim qilgin dedi. Adolat bilan. Tulki aytdi, mana bu yovvoyi eshak o'zlariga, nonushtalariga, ohu tushliklariga, tustovuq esa kechki hazm taomlariga, hammasi o'zlariniki. Biz qulingizmiz, hech narsamiz yo'q bizda dedi. Hech narsa haqqimiz ham yo'q dedi. Shunda Shayx Jaloliddin Rumiy aytadilarki, bu nima sher so'radi, ey tulki, bunaqangi odilona taqsimotni kimdan o'rganding desa, bo'ridan dedi. Buni zohiri qiziqqa o'xshaydi dedilar. Ammo aytadilarki sharhida. Shunda sher aytdi, ey tulki, buni uchalasiga ham ehtiyojim yo'q. Xohlagan paytim olaman. Bu sanga deb ketdi dedilar. Bu joyda zarbul masal shuki, valillahil masalul a'la dedilar. Ya'ni misol qilishlikda Alloh taolo hamma misoldan oliydir. Shunday bo'lsa ham odamlarning aqliga yarasha qilib aytadilarki, bu sher Alloh taoloning timsoli dedilar. Podshoning timsoli. Butun olamlar podshosini. Bo'ri bilan tulki odamlarning timsoli. Qachoniki bo'ri bu sizniki, bu sizniki, bu meniki, bu xudoniki deb taqsim qilgandek, insonlar ham bu meni mulkim, quvvatimdan topdim, meni ham haqqim bor desa, kuni bo'rining ahvoliga tushadi. Qachoniki har topganini Parvardigorim o'zingdandir. Meni quvvatim bo'lmasa, aqlim bo'lmasa, baxtim o'zingdan, omadam o'zingdan, hamma yoq o'zingdan, meni hech narsam yo'q desa, sher tulkiga hammasini olavergin degani kabi Xudoy taolo olavergin saniki deyar ekan. Chunki inson
qachon Alloh taolo bergan ne'matlarni e'tirof etsagina u ne'matlar unda davomiy bo'lar ekan. Ammo quvvatiga ishonib qolsa, aqliga, idrokka ishonib qoladigan bo'lsa, u ne'matlar insonda davomiy qolmas ekan. Bu joylarga kelib, uzoq yurtdan kelib, sizlarni hammalaring o'zlaringga yarasha rizq topyapsizlar, hunar qilyapsizlar, farzand tarbiyasi sizlarni ko'rib men taajjub qilyapman. Qanchalik dovyurak, qanchalik pahlavon insonlar ekan. Chunki uzoq yurtlarga kelib, uzoq muddat turishlik juda ham qiyin narsa bu. O'zim ham musofirlikda ko'p yurganman talaba bo'lib. Hozir ham talabaman. Shu bilan birga ham masjidga qatnab, ham farzand tarbiyasi, ham kasbi kamolot, ham yori birodarlarni ko'rishlik, bunaqa masjidlarni obod qilishlik, mulkni Allohniki degan odamlar shu ish qilar ekan. Inshaalloh umid qilamizki, farzandlaringdan kelajakda yaxshi insonlar ko'p chiqsin. Farzandlaringiz shu joylarda qolib, qaysi hunarni egasi bo'lsa ham bo'lsin, musulmonligini esdan chiqarmasa bo'ldi. Shunga omonda bo'lishligi uchun farzandlarini doim masjidga olib kelishlikda harakatni qilishimiz kerak. Bunda hazili yo'q. Agar O'zbekistonda bo'lsa edi, bu gaplarni gapirmagan bo'lardik. Chunki O'zbekistonda mahallalarimizda ham odam otaxonlar bor, tarbiya qiluvchi odam ko'p. Ota beparvo bo'lsa, amakisi bor, bobosi bor. Ammo bu joylarda assimilyatsiya bo'lib, xalqqa kirishib ketgandan keyin mabodo Xudo saqlasin, farzandini, qizini, o'g'lini qo'ldan boy berib qo'ysa, qaytarib ola olmaydi keyin. Bunda hazil yo'q bunda. Shunda jiddiy jahd bilan farzandlarimizni yoshligidan kelib shu masjidda musulmonlarning jamoatidan ekanligini his qilib, bu bilan faxrlanishligi lozim. Uning uchun farzandlarni Qur'onxon, ahli ilmlarning gapiga quloq soladigan qilib tarbiya qilish kerak. Ammo buni yoshligidan qilmaydigan bo'lsak, yosh katta bo'lgandan keyin u bolani tarbiya qilish oson bo'lmay qoladi. Alloh taolo hammamizga tavfiq bersin, hidoyat bersin. Hammalaringizni yurtimizga bemalol borib kelishlaringni Alloh nasib qilgan bo'lsin. U yerda sizlarni kutib turgan ota-ona bordir, xesh aqrabo, yaqinlar, jigarlar, farzandlar ne istaklar, ne umidlar bilan duo qilishadi. Duo qilib shu otamni yaxshi yursinlar, amakim yaxshi yursinlar, farzandim yaxshi yursin qilib haqlaringga jamoatlar duo qilinyapti. Alloh taolo hamma duolarni ijobat aylagan bo'lsin. Xosatan bu joylarda mana diniy ishlarda qoyim bo'lib turgan ahli ilmlarimiz, imom domlamiz, bularning atroflarida masjid xizmatida qoyim bo'lib turganlarni ham Alloh taolo barchalarini panohida asragan bo'lsin. Bu joylarda mana kelib ahli ilmlar, qorilar kelib xizmat qilishyapti. Yaqin kelajakda qorilarni mana shu Filadelfiyadan qorilar chiqibdi, o'zini qorisi chiqibdi degan bir xush xabarlarni eshitib, kelib orqalarida somiy bo'lishlik bizga ham Alloh nasib qilgan bo'lsin. Azizlar, so'zimni so'ngida hammalaringni haqlaringga bir duoy xayr qilmoqchimiz. Men inshaalloh domla iltimos qilishdi, shom namozidan keyin biroz suhbat qilib bersangiz, u shu bilan birga bir suhbatingizni ichida suhbatingiz tojik tilida bo'lsa deb iltimos qilishdi. Mana bolajonlarimizni aksari o'zbek tilini bilmasligi ham mumkin. Shunga bir tojik tilida ham suhbat qilib bersangiz dedilar. Rozi bo'ldik. Inshaalloh shom namozidan keyin biroz istaganlar kelsa, bir tojik tilida inshaalloh suhbatlar qilib, savollaring bo'lsa shunga yarasha bir agar qo'limizga kelsa javob berishga harakat qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afati wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiati wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khayrati fil hayati wa ba'da al-mamat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Ilahi aqibati kari jami'il mu'minan ra bi khair gardani. Iman va salomat, tawfiq dar bandagi, istiqomat dar shar'i sharif, daf'i balohoy mutavajjih, barakati obravon, narxi arzon, mulki omon,
شفای بیماران اهل اسلام و نجات قرضداران اهل اسلام، حاجتمندان را روان گردانی و بی فرزندان را فرزند صالح عطا کنی. در وقت رفتن کندن جان را آسان گردانی و با نور ایمان میرانی. هر کی را طلب است و حاجت است و مقصود است برآورده خیر گردانی. آمین به حرمت سید المرسلین و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. پروردگار عالم o'zingga hamdlar bo'lsin. Bu masjidlarda obod qiluvchilarni, hissa qo'shuvchilarni, ihson qiluvchilarni ikki dunyolarni obod qilgin. Xonadonlarga fayz va barakot bergin. Bu aka ukalarimiz musofir yurtlarda kelib, hammalari kelishdi. Hammalarini Xudoy taolo o'zingni yo'lingda yurgan solih insonlaringni savobidan, Allohning yo'lida yurgan fi sabilillah yurganlar qatorida qilgin. Hammalarini emin erkin qilgin. O'g'il qizlarga baxt saodat bergin. Bu joydagi otaxonlarimizni, ham onaxonlarimizni, keksalarimizni umrlarini uzun qilgin. Uzoq yillarga duogo'y ishlab yurgan aka ukalarimizni hammalarini ishlariga o'zing kushayish bergin. Kam xarajat qilgin, serdaromad qilgin. O'g'il qizlarini hammasi ko'zlarini quvonchi qilgin. Ilmli, namozxon, ko'rganda ko'z quvonadigan solih insonlardan qilgin. Bu masjidlarni bundan-da kengayishiga o'zing nasib qilgin Parvardigor olam. Kelajakda bulardan ahli ilmlar, ahli Qur'onlar chiqishini ham nasib qilgin. Yurtimiz bilan bu yurtlarning orasini uzoq yillarga Parvardigor olam do'stligini o'zing bardavom qilgin. Mana yurtimizni mustaqilligini ham o'zing bardavom qilgin. Mana qancha yaxshi islohotlar bo'lib, bordi keldi, oson bo'lyapti. Alloh taolo yurtlarimizdan o'zing panohida asragin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad rahmatga arhamar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.